Dodam mana shu tapchanda mana bunaqa radiolarni qo'yib, shularni eshitib o'tirar ekanlar, sharoitni boplab qo'yibdilar. 2,5 so'tuvlik uyimizda qaranglar, qanaqadir fayzli xonadon ekan. Remontlarni ham zo'r qilib qo'yishgan. Bu past tarafdagi binosi shu 1-2 yil oldin ichkari, tashqarilarini hammasini akkuratni qilib remontlar qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, bu yoqdagi binoyimizda 4 ta xona bor ekan. 4 ta xonadan tashqari bu yoqda yana bitta xona bor ekan. Uyimizning isitish tizimlari, kotselnilar ham joylashtirilgan. Endi men landshaftiga maza qildim-da, ko'ryapsizlarmi? Hamma narsa akkuratni, chistoplotni, ya'ni zo'r fayzli xonadon ekan. Endi oldi tarafidagi qaranglar, binoga keladigan bo'lsak, birinchi qavatida oshxona, ovqatlanib o'tiriladigan joy bo'lsa, buni yonginasida hammom, tualeti bo'ladi. Oshxonamizning bu tepasida bo'lsa, mana bu yoq tarafdan zinadan chiqqanimizda yana ikkita katta xonani ko'rsak bo'ladi. Uyimizga kiraverish darvozaxonamiz endi sal kichkinaroq qolgan ekan. Yer maydoni kichkina bo'lgani uchun mana ko'rib turibsizlar, bemalol bitta mashina qo'yadigan joyi ham bor ekan. Xonadonimizni sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, shunaqa chiroyli uylarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Uyimizning manzili Shayxontohur tumani, Samarqand darvoza, Zangeta mahallasida ekan. Qiziqqanlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.